Yoshligimda negadir hamma meni qo'rqoq deb bilardi, chunki mening rangim sariq bo'lgan. Qolganlarida esa bunday emas, ular qora rangli, jahldor ko'rinishardi. Albatta hamma emas, lekin ko'pchilik. Men esa sariqchadan kelgan xushchaqchaq bola kabi ko'rinardim va negadir hamma meni qo'rqoq deb o'ylardi. Albatta meni qo'rqoq deb o'ylashganidan keyin do'stlarining yonida o'zlarini ko'rsatish uchun meni ustimdan kulishardi va urushmoqchi bo'lishardi. Va sizlarga rostini aytaman, men bilan jangdan so'ng ularning hammasini fikri o'zgargan. Ko'rinishga qarab baho bermaslik kerakligini jangdan so'ng tushunib yetishardi. Albatta men hozirgi ko'rinishim biroz qo'rqinchliroq ko'rinar. Yoshligimda esa soqolsiz, shiringina bolakay bo'lib ko'ringanman va ko'pincha jang qilishga to'g'ri kelgan va ularga ko'rinish aldamchi ekanligini isbotlashimga to'g'ri kelgan har doim. 12-iyul kuni bo'ladigan Conor Makgregor jangini Shohrux Abubakirov sharhida Telegram kanalimizda tomosha qiling.